Mana Shahrizoda, bizning restoranimiz. Senga yoqdimi? Albatta juda ham yoqdi. Rosa ham chiroyli ekan. Bilasizmi, endi bir sizni sinasak. Da? Mayli. Nima qilishim kerak? Mashhur restoranimizni bir video obzor qilib bersangiz, bir ko'raylik. Qanaqa chiqar ekan? Mayli. Mana bu yerda taomlovlar bor. Bir ko'rib chiq. Xo'sh. Rosa ham ko'p ekan taomlar. Qani boshlang. Qani boshlaymiz. Mayli, bir harakat qilib ko'ramiz. Telefonni olamiz. Ha, opam. Boshlaymiz. Barchaga salom. Bugun sizlar bilan Gorizon restoranini obzor qilamiz. Bu restoranimiz shahar markazida joylashgan bo'lib, turli xil taomlarga ega. Undan tashqari, siz chiroyli atmosferadan mazza qilib oilaviy kelib, ovqatlanib, dam olib ketishingiz mumkin. Barchangizni kutib qolamiz. Ofarin. Ofarin. Barakalla. Zo'r gapirding. Menga ham juda yoqdi. Nutqi ravon, juda ham chiroyli gapirdi. Qoyil. Rahmat. Yaxshi. Menga ham yoqdi. Qani unda tushlik qilamiz. Mana. Qani? Mana shu yerdagi taomnomani xohlagangiz tanlang. Xo'pmi? Tanlang. Bir ko'rasiz kuxnyani. Ofitsiant. Qarab o'rgin. Ish faoliyatlari bilan tanishib chiqqanman ularni. Juda ham ma'qul kelib, xursand bo'laman ichimdan. Men ularga ma'qul kelganimga, ular meni konkursimga sponsировать qilmoqchi, homiylik qilmoqchi bo'lganlariga xursandman. Juda ham xursand bo'lib ketaman ichimda, hayajonlanganman deb. O'sha paytda voy, seni orzularing ushalyapti. Xudoga shukr, ketasan chet elga o'sha. Ular to'lamoqchi bo'lgan meni aviabilet vznoslarimni va men evaziga ularga 1 yil muddatda ishlab bermoqchi bo'lganman. Assalomu alaykum oyijon. Alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Yaxshi, oyi. O'zinglar yaxshimisizlar? Ha, yaxshimiz qizim biz ham. Men zo'r oyijon. Bugun Sutsiz reklama kompaniyasiga bordim. Meni ishga olishdi. Rostdanmi? Ha, oyi. Endi menimcha har kun reklama bo'ladi. Zo'r-ku qizim. Agar shu ishim zo'r bo'lib ketsa, oyi, hamma orzularimga erishaman. Chet elga chiqaman, xalqaro tanlovlarda ham qatnasha olaman. Judayam xursandman sen uchun. Ha, oyi. Sizlar duo qilib tursanglar bo'ldi, oyijon. Hamma orzularim ushalyapti. Albatta. Hamisha duodamiz. Omadingni bersin iloyim. Dadam ham yaxshimilar, oyi? Ha? Dadang ham yaxshilar. Ovqatlandingmi qizim? Ha, oyijon. Qornim to'q. Ha, yaxshi. Hozirgina qizlar bilan ovqatlandik. Ehtiyot bo'lgin. Ha, ko'chaga non olgani chiqqandim ertalabki nonushta uchun. Mayli, o'zingni ehtiyot qilgin. Mayli oyijon, o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p bo'ladi oyijon, xavotir olmang. Yaxshi dam ol. Xo'p oyi, yaxshi dam olinglar. Qani marhamat. Rahmat. Aka, bugungi reklama yoqdimi sizga? A'lo darajada. Rahmat, sizga yoqqan bo'lsa xursandman. Endi men ham bora qolay. Qayerga borasiz? Uyga. To'xtang, men o'zim olib borib qo'yaman. Kecham bo'lib qoldi-yu, bitta o'zingizni qoldirishga meni vijdonim qabul qilmaydi. Yo'q, rahmat, kattakon, o'zim keta qolaman. Hech bo'lmasa yarim yo'lgacha olib borib qo'ying. Men juda ham uzoqda turaman-da, siz ovora bo'lasiz. Qo'ysangizchi, hech qanaqa ovorasi yo'q. Yuring, o'zim olib borib qo'yaman. Mashinam ham aviatda turibdi. Yuring. Qani? Marhamat. Shahrizoda xonim, hozir men seni zo'r joyga olib boraman. Qayerga? Bir uyimga mehmon bo'lib ketarsan. Uyimga olib boraysizmi? Tushunmadim. Uyingizda nima qilamiz?
dam olamiz. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Siz o'ylagan qizlardan emasman. Masani xafa qilib qo'ymayman, qo'rqma. Yo'q, yaxshisi, men uyimga o'zim keta qolaman. To'xta, mana buni ol. Oching eshikni, men uyga ketaman. Qayerga ketasan? O'zim ketaman uyga, oching. Och deyapman eshikni. Menga qara. Ketsang ket. Hali o'zing yalinib kelasan. Hali hech kim menga yo'q demagan. Sani odam qiladigan man-ku o'zi. Chiqib ketdim-da, mashinada ketyapman. Bilmadim. Yig'lamayman-da, o'zi shu nima uchun shunaqa hayotda? Endi xursandsan orzularingga amalga oshishiga. Men o'sha paytda ota-onamdan ham so'rasam bo'lar, lekin haligacha men ota-onamdan nimadir so'rasam, pul yoki nimadir olsam qarz sifatida, ya'ni bir muddatdan keyin qaytarib beraman-da ularga. Va konkursim uchun, unaqa chet elga borib kelish uchun men buncha pul so'ra olmasdim u payt ota-onamdan. O'zim ishlamayman, o'qiydigan studentkaman. Mashinada yig'lab ketyapman-da, o'sha payt o'zim eslayman. Sovuqroq kunida, issiq kunmasida ichimda aytyapman, sen xudo xolisa erishasan, men shu hamma xohlagan narsangga qachondir men shu qizlarni, qiziqayotgan qizlarni katta qiz bo'lgandan keyin to'g'ri yo'ldan, shu modellik sohasida to'g'ri yo'ldan olib ketasan. Ularni ham chet ellarga chiqarishga harakat qilasan deganman-da. Hozirda mana 10 ga yaqin qizlarimiz chet elda konkurslarga qatnashib O'zbekistonda namoyish qilib kelishyapti. Undan tashqari yutuqlar ko'p. Men ketib bordim taksida. U orqadan telefon qilyapti-da. Yordamchisiga telefon qilmasa qanday boradi? Meni borgan uyimga topib kuzatishgan 2 kun. Qayerda yashayman, qachon kelaman, nima qilaman? Bir kun podyezdimda liftga chiqib ketish joyida turibdi. Shahrizoda. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Ha, Shahrizoda. Tinchlikmi? Ishga kelmading? Ha? Men endi bormasam kerak. O'qishim ko'payib ketdi. Shunaqa degin. Boshlig'imizni xafa qilib qo'yibsan. Ha? Uzr, shoshilayotgandim ozgina. Shahrizoda. Boshlig'imiz hammaga ham e'tibor qaratmaydilar. Agar Samad ekani desang, hayoting jannatga aylanadi. Boyliklar oyog'ing ostida bo'ladi. Istagan narsangni muhayyo qilib beradi. Agar yo'q desang, o'zingga yomon bo'ladi. Tushundingmi? Yaxshilab o'yla. Qaror chiqarishga shoshilma. Aytgandek, senga maslahat. Samad aka bilan o'ynashma. O'ynashma. Oyi, qarab oling. Ha, qizim, tinchlikmi? Oyi, sizda muhim gapim bor. Muhim gap? Dadam qanday, oyi? Dadang mahallaga chiqib ketuvdilar bir ish bilan. Tinchlikmi? Yonimga o'tira qoling, oyi. Ha, qizim, tinchlikmi? Tinchlik, oyi. Sizga muhim gapim bor. Muhim gap? Anavi agentstvodagi ishlaring nima bo'lyapti? Oyi, uni qo'ying. U yerda ishdan ketdim. Ishdan ketdim? Nima bo'ldi? Senga yoqmayaptimi? Mayli, oyi. O'ylamang. Xullas, bilasiz, oyi, modellik sohasiga rosa ham qiziqyapman. Xalqaro konkursga meni taklif qilishdi. O'zbekiston nomini borib, xalqaro arenada namoyish qilib kelaman, oyi. Lekin ularga
organizatsion ishlari uchun pul to'lash kerak ekan. Undan tashqari bordi keldiga bilet olish kerak oyi, shunga ozgina xarajatlar borda. Qarindoshlardanmi, o'rtoqlaringizdanmi ozgina qarzga pul olib tursangiz, qaytib kelib ishlab qaytarardim oyi. Faqat dadamga aytmang. Rosa ham uyalaman. O'zi shundoq ham meni o'qityapsizlar, katta qildinglar. Iltimos oyi. Qizim-a, sen qaysi kallang bilan bunaqa fikrga kelding, a? Kim seni bir o'zingni yoshgina qizni chet elga jo'natadi, a, qizim? Dadang eshitsa yoki boshqa qarindoshlarimiz eshitsa, nima degan odam bo'lamiz? Oyi, ular komanda bilan bizni kutib olishadi. 10 kun davomida o'zlari qarab yurishadi. Yo'q, qizim, bu yaxshi fikr emas. Pasport qilish kerak, ancha-muncha xarajati bor. Axir chet elga yoshgina qizni o'zini chiqishi. Qizim, o'ylab gapiryapsanmi? Oyi, meni shuncha qo'llab-quvvatlagansiz. Iltimos, shu safar ham ozgina yordam bering. Ishonchingizni oqlayman oyi. Axir shu paytgacha yuzinglarni yerga qaratmadim-ku. Menga siz ishonchingiz muhim aka. Bilmadim, qizim, bilmadim. O'ylab ko'raman. Dadam bilan ham o'tirib bir maslahatlashishimiz kerak. Mayli, hozir dadang kelib qolishi mumkin. Ovqatimga qarang, xo'p? Sen u yoq bu yoqlarni bir sipirib tozalab qo'ygan, xo'p, qizim? Xo'p, oyi. Qaniydi hammasi o'xshaganda.